ey nonkor nafsim, shiddat bilan o'tib ketgan umringga bir nazar sol. Xuddi tushdek o'tib ketdi. Endi afsus, nadomatning foydasi yo'q. Imkoning o'z qo'lingda edi. Koshki endi qaytara olsang. Hayot uyqusidan uyg'onib, boqiy hayotga yo'l olding. Oldingda Allohning rahmati jannat yoki tuganmas azobi jahannam kutmoqda. O'lim hech kimsa inkor eta olmaydigan haqiqatdir. Mana shu qabrlarda yotgan murdalar ham xuddi biz kabi insonlar edilar. Ular ham biz kabi hayotlarini uzun deb o'ylar, o'lim esa har bir soniyada kelib qolishidan g'aflatda edilar. Lekin hozir ular bizlardan ko'ra hayot umrlari qanchalik qisqa ekanligini shohidi bo'lib yotibdilar. Biz ham yaqin kelajakda ularni safidan o'rin olamiz. Kimgadir o'lim foniy dunyodan boqiy dunyoga o'tadigan ko'prik bo'lsa, kimgadir og'ir musibatdir. Qul innal mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dunyoga mukkasidan ketgan, uni aldovlarga ishonib, shahvatlar og'ushida qolgan kimsani qalbi shubhasiz o'limni eslash amalidan g'ofil, bu ne'matdan bebahradir. Bunday odam o'limni esga olishni yoqtirmaydi, undan qochadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidga chiqayotib, suhbatlashib, kulishib o'tirgan odamlarni ko'rib dedilar: o'limni eslanglar. Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, agar meni bilganlarimni bilganlaringda kamroq kulib, ko'proq yig'lagan bo'lar edinglar. Alloh taolo insonni ogohlantirar ekan, unga bu dunyo oxiratdan voz kechishiga arzimasligini, chunki uni noz-ne'matlari oz, baxti qisqa, oxirat esa doimiy qarorgoh va haqiqiy hayot maskani ekanligini ta'kidlaydi. Al-mal wal-banun zinatul hayatid dunya والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. O'limni eslash shunday fazilki, bandani oxiratga tayyorlaydi. Yolg'on dunyodan uzoqlashtiradi. O'limdan g'ofillik esa dunyo shahvatlariga mukkasidan ketishga undaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abdulloh ibn Umarga dedilar: saharda uyg'onar ekansan, oqshom orzusini qilma. Oqshomga yetganingda sahar orzusini qilma. Hayotingdan o'lim uchun, sog'lig'ingdan xastaliging uchun ulush ajrat. Chunki ey Abdulloh, ertaga qanday nom olishingni bilmaysan. Albatta, har qanday safar oldidan yo'l ozg'asi hozirlanadi. Bas, dunyodan oxirat sari bo'ladigan safarimiz uchun taqvo ozg'asini hozirlamog'imiz kerak. Dunyo uchun g'am chekmoqlikni cheki yo'q. O'lim esa insonga naqadar yaqin. Baro ibn Ozib rivoyat qiladilar: Baqiyul Farqod mozoridagi bir janoza marosimida edik. Oldimizga payg'ambar alayhissalom kelib o'tirdilar. Biz ham cho'kkalab, xuddi boshiga qo'ngan qushni cho'chitib yubormaslik uchun qimir etmagan kishiga o'xshab ehtirom bilan Rasulullohning atrofida o'tirardik. Rasululloh
Allohdan qabr azobidan panoh berishini so'rab iltijo qilurman deya 3 bora aytdilar. So'ng shunday deb davom etdilar. Solih banda oxirat sari ravona bo'lib bu dunyodan uzilar chog'ida uning huzuriga osmondan yuzlari quyoshdek charog'on farishtalar nozil bo'ladilar va ko'z qiri tushadigan yerga borib o'tiradilar. Ko'p o'tmay o'lim farishtasi hozir bo'ladi. Uni bosh tomoniga o'tirib, "Ey pokizajon, qani chiqa qol. Seni Allohning mag'firati va rizosi kutmoqda" deydi. Shunda meshdan bir tomchi suv qanday sizib chiqsa, jon ham shunday osonlik bilan tanadan chiqadi. So'ng qolgan farishtalar jonni uni qo'lidan oladilar-da, kafanga o'rab yaxshilab xanut suradilar. Undan yer yuzida bo'lgan eng xushbo'y mushkni hidi taralib turadi. Keyin jonni olib tepaga ko'tariladilar. Yo'lda biror farishta jamoasi uchrab qolgudek bo'lsa, albatta, "Voy, bu pokiza ruh kim ekan?" deyishadi. Ular esa "Bu falonchini o'g'li falonchi" deb dunyoda nomlangan eng chiroyli ismlarini aytib tanishtiradilar. Shu zaylda samoyi dunyoni eshigiga yetib kelishadi va kirishga izn so'rashadi. Eshik ochiladi va har bir osmonni muqarrab farishtalari uni o'zlaridan keyingi osmongacha kuzatib qo'yadilar. Ular shu zaylda eng yuqori osmonga yetib keladilar. Alloh taolo aytadi: "Bandamning kitobini illiyunga yozinglar, o'zini esa yerga qaytaringlar. Men ularni tuproqdan yaratdim, yana tuproqqa qaytarurman. So'ng yana bir bora tuproqdan chiqarurman." Shunda uni ruhi jasadiga qaytariladi. Keyin esa oldiga 2 farishta kelib o'tiradi va "Robbing kim?" deb so'raydi. "Robbim Alloh." "Dining nima?" "Dinim Islom." "Sizlarga yuborilgan u kishi kim?" "U kishi Allohning elchisi Rasulullohdir." "Bu narsalarni qayerdan bilding?" "Allohning kitobini o'qidim, unga iymon keltirdim va tasdiq etdim." Shu payt samodan "Bandam rost so'zladi, unga jannatdan joy hozirlanglar. Yotgan joyda unga jannatdan darcha ochib qo'yinglar" degan nido keladi. Keyin haligi darchadan jannatning xushbo'y safosi esib turadi. Qabri ham ko'z ilg'ay oladigan yergacha kengaytirib qo'yiladi. Oldiga xushsurat chiroyli kiyingan bir yigit yoqimli hid taratib keladi va unga aytadi: "Senga xush xabar keltirdim. Xursand bo'laver. Senga va'da etgan kun mana shudir." Jon bo'lsa, "O'zing kimsan?" deydi. "Men seni solih amaling bo'laman. Ey Robbim, tezroq qiyomatingni qoyim qila qol. Meni oilam va molu davlatim, ya'ni jannat oldiga qaytar" deydi solih banda. Payg'ambarimiz yana so'zlarida davom etdilar: "Kofir banda oxirat sari ravona bo'lib dunyodan uzilar chog'ida uning huzuriga osmondan yuzlari qop-qora, qo'llariga musavvah ushlagan farishtalar nozil bo'ladilar va ko'z qiri tushadigan yerga borib o'tiradilar. Ko'p o'tmay o'lim farishtasi hozir bo'ladi. Uni bosh tomoniga o'tirib: "Ey iflosjon, chiq bu yoqqa. Seni Allohning qahri, g'azabi kutmoqda" deydi. Keyin ruhi jasadida parcha-parcha bo'lib ketadi. O'lim farishtasi esa uni go'yo nam tortgan jun matodan safudni sug'urganday sug'urib oladi. So'ng qolgan farishtalar jonni uni qo'lidan oladilar-da, haligi musavvahga o'raydilar. Undan yer yuzida bo'lgan eng badbo'y murdalarni hidi anqib turadi. Keyin jonni olib tepaga ko'tariladilar. Yo'lda biror farishtalar jamoasi chiqib qolsa, albatta bu iflos ruh kim bo'ldi ekan deydilar.
uni olib ketayotgan farishtalar esa bu falonchini o'g'li falonchi deb dunyoda nomlangan eng xunuk ismlarni aytib tanishtiradilar. Samoyi dunyoga yetib kelishadi-da va kirishga izn so'rashadi. Ammo ularga eshik ochilmaydi. Keyin payg'ambarimiz quyidagi oyatlarni o'qidilar. Ular uchun hargiz samo eshiklari ochilmas va toki tuya igna teshigidan o'tmas ekan, ular ham jannatga kira olmaslar. Ya'ni hech qachon jannatga kira olmaslar. Alloh taolo aytadi: bandamni kitobini eng tuban yerdagi sijjiyinga yozib qo'yinglar. Keyin esa uni ruhi pastga shiddat bilan uloqtirib yuboriladi. Shunday deb payg'ambarimiz mana bu oyatlarni o'qidilar. Kim Allohga shirk keltirsa, bas u go'yo osmondan qulagan u uni biron vahshiy qush o'lja qilib olib ketayotgan yoki qattiq shamol yiroq joylarga uchirib ketgan kabidir. So'ng uni ruhi jasadiga qaytariladi va oldiga ikki farishta kelib undan Robbing kim deb so'raydi. U bo'lsa, "Oh, bilmadim" deb aytadi. Shu tobda samodan bandam yolg'on aytdi, unga jahannamdan joy hozirlang va yotgan joyida unga do'zaxdan bir darcha ochib qo'yinglar degan nido keladi. Keyin haligi darchadan do'zaxning harorati va qaynoq shamoli keladi. Qabri esa shunday tor qilib qo'yiladiki, hatto qovurg'alari bir-biriga chalmashib ketadi. Shundan so'ng uni oldiga badbashara, chuvrindi kiyim kiygan bir kishi sassiq hid taratib keladi va unga qarab: "Shum xabar keltirdim senga. Sho'ring qurg'ur. Senga va'da qilingan kun mana shu bo'ladi" deydi. U: "Kimsan o'zing? Basharangdan yomonlik keltiruvchiga o'xshaysan" deb so'raydi. "Men sen qilgan yomon amallaringman" deydi. Banda: "Ey Robbim, iloyo qiyomatingni qoyim qilmagin" deb qoladi. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Ey nafsim, o'tmishdagilarni taqdiridan o'zing uchun ibrat ol. Balki shu so'nggi eslatmadir. Butun olamlarni yaratguvchisi mehribon Robbing Allohga tavba qilmoqlikni vaqti kelmadimikan?